Mashinani olganingizga necha yil bo'ldi va necha kilometr yurdi? Mashinani olganimga 2023-yilda olingan, 190 ming kilometr yurildi. 1,5 yil bo'lib qoldi. Xudo xohlasa prezidentlikni ochsin. 1 yil bo'ldi olganiga. Ya'ni 109 ming shunaqa kilometr. Mashina olganimga 2 yil bo'ldi, 120 kilometr yurdi. Mashina haqida fikringiz qanaqa? Mashina haqida fikrim, mashina yaxshi chiqdi. 2 yil bo'lib qoldi, xudo xohlasa. Agar yaxshi yurib bersa, yana olinadi. Jak mashina zo'r. Oldinlari boshqa mashinalar ham minganman, o'shalarga nisbatan ancha chidamli, komfortli ekan. Mashina yaxshi, komfort. Bizda bo'ladi. Bizda Samarqand, Amrisoy shu joylarga men xudo borib kelamiz. To'xta bir o'tda bir motori bu joyda bir qilib qilgan joyi yo'q, bir anaqa joyi yo'q. Jak mashinasini olishni tavsiya berardingiz? Ha, tavsiya beraman. Yaxshi chiqdi bu mashina. Yengil, qo'llari mazza qilib Samarqand, misol uchun boshqa joylarga borish uchun bo'ladi. Tavsiya beraman. Tavsiya beraman. Mashina komfort. Mana Yevropada Samarqand, Buxoro, turistlarni olib kelamiz, hammasi xursand. Zo'r masalan, oilaviy ham yaxshi, transportga ham yaxshi. Tavsiya beraman. Zo'r mashina. Olinglar, baraka topasizlar.